Qirg'izistondan, O'sh viloyati Arag'ondan keldim. Naslkada keldim. Hech ham yuradigan holatim yo'q edi. Rosa yomon qiynaldim. Men tortgan dardni hech kimga ravo ko'rmayman. Men o'lib qolaman dedim. Mo'jiza bo'ldi bu. Men yurolmayotgandim. Menda mo'jizaga ishonmas edim bunaqa narsaga. Kecha yurib men yana dunyoga qayta tug'ildim deb suyundim. Operatsiya bo'lib turib mana shunday yuraverdim. Bemor Haydarova Barchinoy opa O'sh shahridan bizga tashrif buyurgan, bizga murojaat qilganida umuman yurolmaslikka, oyog'idagi juda ham kuchli og'riq bo'lishiga, tortib qoladigan og'riq bo'lishiga shikoyat qilib kelgan. MRT tekshiruvida 4-5 bel o'mirtqasining orasida pastki migratsiyaga uchragan, ya'ni oqib qolgan disk jo'rasi aniqlandi. Mana MRT tekshiruvida ko'rishimiz mumkin, 4-5 o'mirtqamiz orasida disk pastga oqib chiqib, fibroz halqasidan chiqib, pastga oqib qolganini va oyog'iga yetadigan nerv izlarini bosib qolganini ko'rishimiz mumkin. Shunday bo'lib chiqib, pastga oqib ketgan. Ko'plab joylarda davolanganligi samara bermaganligi uchun biz ushbu bemorimizga endoskopiya uslubidagi jarrohlikni taklif qildik. Endoskopiya uslubidagi jarrohlikni boshqa uslublardan ustun tarafi biz umurtqa pog'onasining yon tarafidan tushib, hech qanaqangi suyak strukturalariga umurtqa pog'onasiga ziyon yetkazmasdan faqatgina shu disk jo'rasini olib tashladi. Bemor operatsiyadan so'ng 2 soatdan so'ng vertikal holatga keltirildi. Operatsiyani ertasiga og'riqlarsiz o'z oyog'ida yurib uyga ketdi. Assalomu alaykum. Men Haydarova Barchinoy, Qirg'izistondan, O'sh viloyati Arag'ondan keldim. Shu qiyinchilik, shu kasalim bilan keldim. Joyimda turolmaydigan darajada og'ridim. Oldin qayerlarda davolandingiz? Qirg'izistonda o'zimiz частный klinikalarda davolandim, bu yerda. Hech nimasini hech kim bilmadi, nimaligini ham bilishmadi. Keyin O'zbekistonga keldim, shu Chinobodga. Kelganingizda Naslkada keldingiz, a? Naslkada keldim. Hech ham yuradigan holatim yo'q edi. Rosa yomon qiynaldim. Men tortgan dardni hech kimga ravo ko'rmayman. Mana shu yerga kelib, shu yerdagi doktorlarni shunaqangi yaxshi ko'rib qoldim. Buni hech kimga tasavvur qilib aytib bera olmayman. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Menga rosa ham chiroyli muomala qilishdi. Rosa chiroyli qilib operatsiyalarni qilishdi. Doktorlarimizga, qizlarimizga, hammasiga rahmat. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Kecha operatsiya bo'ldi, mana bugun yurib uyimga ketyapman. Mendaqa kasallarni shu yerga kelib, joni orom olishini xohlayman. Mendaqa mazza qilib, mana qilib xursand bo'lib chiqib ketishini xohlayman. Bola chaqasini ahvoliga sog'-salomat ketsin. Men o'lib qolaman dedim. Vrach bolalarga Muhammad Yusufga tan joni sog' bo'lsin. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bolalarini orzu havasini ko'rsin. Bizdaqa bemorlarni mana shu oyoqqa turgizib, mana shunday yurgizib qo'yib, maza qilib yashasin. U dunyo bu dunyo hech ham xorzor bo'lmasin. Yurishlaringiz yaxshimi hozir? O yurishlarim rosa. Yurib beringchi bo'lmasa qani. Kasalmasda yuryapman mana. Xudo xolisa. Operatsiya bo'lib turib, mana shunday yuraverdim. Men ishonmadim, men o'lib qolaman. Men mo'jiza yaratdi menga. Mo'jiza bo'ldi bu. Men yurolmayotgandim. Amin. Tinchlik, sog'lik, salomatligini bergan Allohim bizga shu yordam berganlarni hammasini tan joni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Allohim yuzlarini hamisha yorug' qilsin, bolalarning ahvoliga, ota-onasining ahvoliga. Shular hammasi sog' bo'lib, salomat bo'lib, bemorlarga foydasi tegib, hammani ko'pchilikning duosini olib, bu dunyo xorzor bo'lmasin. Allohim o'ziga shukr, shularni bizga ro'para qilib qo'yibdi.
Minmatda shukr. Hammanglar sog' bo'linglar. Rabbana atina fid dunya hasanatan va qil axirat hasanatan va qina azobannar. Rahmatga arhamar rohimin.